Sahnaga Ipak Yo'li bank boshqaruvi raisi Saidabror Saidahmedov taklif qilinadi. На сцену приглашается председатель правления Ipak Yo'li bank Saidabror Saidahmedov. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, hamkasblar, aziz hamkorlarimiz. Bugun Ipak Yo'li bank uchun muhim kun. Biz yangi brendni taqdim etmoqdamiz. Bu shunchaki logotip yoki rangning o'zgarishi emas. Bu oldinga tashlangan qadam, yangilanish ramzi va zamon talablariga javob berishga tayyorligimiz belgisidir. 1990-yillarda mustaqil O'zbekiston bank tizimi endigina shakllanayotgan bir paytda Ipak Yo'li banki aholi va biznesni qo'llab-quvvatlash mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan birinchi banklardan biri bo'ldi. O'shandan beri 31 yildan ortiq vaqt o'tdi. Biz mamlakatimiz va mijozlarimiz bilan birga ulg'aydik. Korxonalarni oyoqqa turishiga, oilalariga esa kelajakni qurishga yordam berdik. Biz ularning muvaffaqiyat yo'lida hamroh bo'lganimizdan faxrlanamiz. Yillar davomiga qo'lga kiritgan eng katta boyligimiz bu ishonch bo'ldi. Millionlab mijozlar, hamkorlar bizga suyanishdi va biz bu ishonchni oqlab kelmoqdamiz. Bugun dunyo shiddat bilan o'zgarar ekan, ushbu ishonch yanada qimmatli bo'lib bormoqda. Odamlar endi faqat ishonchlikni emas, balki soddalikni, qulaylikni, tezlikni olib kutishyapti. Bugungi rebrending yangilanish belgisi. Mijozlarimiz va hamkorlarimiz bilan rivojlanayotganimiz belgisi. Endi biz yanada yaqinroq zamonaviy tilda gaplashamiz va hayotni osonlashtiradigan, kelajakka ishonch beradigan xizmatlar yaratamiz. Yangi brend o'tmishimizga hurmat va kelajakka dadil qadamimiz ramzi. Biz kelajakka ishonch bilan qaraymiz. Raqamli kanallar rivojlantiramiz. Biznes, uy yoki ta'minot bo'ladimi? Maqsadga erishishda yordam beradigan mahsulotlar yaratamiz. Ishimizni shunday olib boramizki, ishonch nafaqat saqlanib qolsin, balki yanada mustahkam bo'lsin. Alohida minnatdorchilik so'zlarimizni jamoamizga va bankimiz mijozlariga va hamkorlarimizga, yutuqlarimizni mehnat va fidoyilik yutuqlarimizni xodimlarimizning fidoyiligi bu samarasidir. Xodimlarimizning tajribasi, jo'shqinligi bizning asosiy kuchimizdir. Do'stlar, bugun biz yangi bosqichni boshlaymiz. Bu o'zgarishlar, ambitsiyalar va o'sish davri yangi brendimiz. Aynan shu harakat ramzi, jasoratimiz va kelajagimizga tayyor ekanligimizni bildiradi. Biz bilan birga bo'lganingiz uchun minnatdorman. Oldindan katta yutuqlar kutmoqda. Ipak Yo'li bankining yangi davriga xush kelibsiz.